Musiqiy asarlarda tovushlar davomiyligi va ulardagi to'xtalishlar alohida ahamiyat kasb etadi. Nota cho'zimlari pauzalar ritmik tuzilishni tashkil etib, musiqaga tartib va mazmun bag'ishlaydi. Tovush cho'zimlari va pauzalar musiqada ritmning aniq va ta'sirchan jaranglashini ta'minlaydigan asosiy unsurlardan biridir. Nota tovushning yozuv belgisidir. Notaning nota yo'ldagi joylashuvi kaltning turini inobatga olgan holda tovushning aniq balandligini ko'rsatadi. Notaning grafik ko'rinishi esa tovushning cho'zimi haqida xabar beradi. Cho'zimlarning asosiy bo'linishi deganda har qanday cho'zimni ikki teng qismga bo'linishi nazarda tutiladi. Butun cho'zim ikkita yarimtalik cho'zimdan, yarimtalik ikkita choraklikdan, chorak ikkita nimchorak, sakkizta nimchorakning umumiy cho'zimi butun cho'zimga teng keladi. To'rtta nimchorak nota esa bitta yarimtalik cho'zimni hosil qiladi. Nota stillari yozilishi notaning nota yo'ldagi joylashuvidan kelib chiqadi. 3-o'rta chiziqda joylashgan notaning stili pastga ham yuqoriga ham yozilishi mumkin. O'rta chiziqdan pastroq joylashgan notalarning stili yuqoriga qarab, o'rta chiziqdan teparoq joylashgan notalarning tayoqchasi esa pastga qarab yoziladi. Bayroqchali notalar asosan vokal partiyasida qo'llaniladi. So'zning har bir bo'g'iniga to'g'ri keladigan nota boshqa notalardan alohida yoziladi. Agar so'z bo'g'iniga bir necha bayroqchali notalar to'g'ri kelsa, ular to'g'ri chiziq qovurg'acha bilan bir guruhga birlashtiriladi. Nota yo'lda ikki mustaqil ovozni yozish ham mumkin. Ovozlarni ajratish uchun yuqorgi ovoz stillari yuqoriga, pastki ovoz stillari pastga qaratilgan bo'ladi. Cholg'u musiqa asarlarida mayda cho'zimli notalar asosan guruhlarga birlashtirilgan holda yoziladi. Pastda joylashgan notalar stillari yuqoriga, yuqorida joylashgan notalar stillari pastga qarab yoziladi. Guruhni tashkil etadigan notalar aksariyati 3-chiziqdan pastroq joylashgan bo'lsa, ularning stillari yuqoriga qaratiladi va aksincha. Nota yozuvida asosiy cho'zimlarni uzaytiruvchi qo'shimcha belgilar ham tez-tez qo'llaniladi. Bular nuqta, ikki nuqta, liga hamda fermata. Nuqta tovush cho'zimini teng yarmiga uzaytiradi. Butun cho'zim nuqtasi bilan o'z ichiga 3ta yarimtalik cho'zimni qamrab olsa, nuqtali yarimtalik cho'zim 3ta chorakning umumiy cho'zimiga teng bo'ladi. Nuqtali choraktalik cho'zim 3ta nimchorakni umumiy cho'zimiga teng qilib olsa, nuqtali nimchorak esa cho'zim 3ta 16talik umumiy cho'zimga teng bo'lib keladi. Liga yonma-yon turgan bir xil balandlikdagi notalarni birlashtirib umumiy cho'zim hosil qiladi. Fermata esa tovush cho'zimini cheklanmagan vaqtga uzaytiradi. Butun tovushning davomiyligi ijrochining didiga va asar xarakteriga bog'liq bo'ladi. Musiqada pauza tushunchasi ham katta ahamiyatga ega bo'lib, pauza deb musiqiy asardagi bitta, ikkita yoki barcha ovozlar yangrashining muayyan vaqt to'xtalishiga va uning belgisiga aytiladi. Pauza cho'zimlari xuddi tovush cho'zimlaridek o'lchanadi hamda faqat nuqta yordamida uzaytiriladi. Pauzalar butun cho'zimdagi pauzalar, yarimtalik pauzalar, choraktalik, nimchorak, 16talik, 32talik hamda 64talik nota cho'zimlari kabi pauzalar ham bo'linishga ega. Ya'ni butun pauza yarimtalik, yarimtalik chorak, chorak 8talik, 16talik va 32talik pauzalarga bo'linadi. Va keltirilgan misolda esa nota cho'zimlari hamda pauzalarni ketma-ket parallel tasviri keltirilgan, ya'ni butun notani ifoda etilishi hamda butun pauza, yarimtalik nota hamda yarimtalik pauza, choraktalik nota va choraklik pauza, 8talik va 8talik nota va 8talik pauza, shuningdek 16talik nota hamda 16talik pauzadan iborat.